Selamlar, sizlar bilan men Doniyor, ya'ni UZFF7 haqiqatan Doniyor. Xullas, bugungi videoda nima qilamiz? Bugungi videoda biz Free Fire'ning amal solishini o'rgatamiz, ya'ni ilovalargacha polni tushuntirish harakat qilamiz. Tushunmaganlar pashokti. Aralashim. Tushunmaganlar tushunoladi keyin. Ana ilovani nima? Q-U-I-Z-R King. King degan ilova. Bunaqa rasm bo'lishi kerak, boshqa ilovalar aldirib qo'ymayman. Mana shu rasm bo'lishi kerak. Q-U-I-Z-R King. Bitta email ochishinglar kerak. Emaillarni ochganinglardan keyin mana shunaqa joyga o'tasizlar. Mana yerda coin joyi bor. Bu coinni o'yinlar o'ynab yutsanglar bo'ladi. Misol uchun mana video ko'rib yutsanglar, matching video. Videoni ko'rib bosasizlar. Video ko'rib bo'lganinglardan keyin sizlarga 30 ta beradi bundan. 30 ta beradi va uni qanday olasizlar boshqani? U oddiy olmaydi, shuni bergandan keyin olmaydi. Hozir ko'rsataman sizlarga qanday qilishini. Вообще hamma bolalar o'rganmasa bo'ladi. Qancha hammasi yechib olishni ham ko'rsataman. Xolos, mana OK tugmasini bosasizlar va hozir 10 sekund kutasizlar, chiqib ketsa kutasizlar. Boshqa ilovalarda bunaqa emas, boshqa ilovalarda hozir ko'rsataman, boshqa ilovalarda qanday olishni. Bu oddiy shunaqa edi. Kutib turadigan, cho'mos ko'rsanglar, cho'molasizlar. Bo'ldi, vaqt tugagandan keyin chiqib ketaverasizlar. 16 bo'ladi keyin. Mana 32 ta berdi bizga. Va qarang, yana bitta olishni ko'rsataman. Maningga bosasizlar, switch karta. Bitta bor ekan, bittani lekin kerak emas. Ko'proq bersin. Ko'proq 10 tacha bersin. Voy. Ammo 8 ta yetadi. O'zimiz ikkitamiz bor. Hozir ochganlardan keyin adadi bonus degan tugma bosasizlar. Video ko'rishni. Video ko'rsanglar beradi. Bunisida. Boshqalarda, ozginalarda video ko'rilmaydi, ba'zi paytda boshqa ham chiqib qoladi. Kutasizlar. Bunday shunaqa. Kutasizlar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O'sgadi va ana bu kamaydi. Va ko'rsanglar sizlarda 140 ta. Va bularni qanday ishlatasizlar? Qanday olasiz o'zingizning akkauntingizlarga? Bitta kodi ham bor, bitta Telegram bor, o'sha kodlar bor ichida. Buni kirsanglar ham beradi. Dial bon har kunga beradigan sovg'asi. Bu yerda ham o'sha sovg'asi. Xo'p, mana yerda wallet ana hamyon turibdi. Uchalar pastda ucha bor, odamlar va o'shaning oldida xat bor. Ana convert pul soladigan narsa o'sha yerda. Tepada render degan narsa bor, sizlarni xat oldidagi renderni bosmanglar. U boshqa u. Tepasidagi bosasizlar va yoki Robloxdan qilsanglar bo'ladi. Free Fire'ga 10 ta coin yig'sanglar, sizga 1060 ta beradi. 88 ta coin yig'sanglar 11 ta almas beradi. 18 ta yig'sanglar 2180 ta. 45 ta yig'sanglar esa 5600 ta. Bularni qanday olasiz? Ustiga bosasizlar, ID'larni kiritasizlar. Misol uchun meni ID'im 26. Shuni bosganlardan keyin esa random money bosasizlar va pullar yo'qoladi va Free Fire'da xat bor-ku, xat joy. O'sha yerga xat joy bor. Hozir ko'rsataman. Chiqib ketamiz. Free Fire'ga kirib olay. O'zi Free Fire rasmini o'zgartirib qo'yaman men. Nom bilan kodini teraman. Mana kiryapti Free Fire. Men sana aytaman, qayerda kelishini anglasizlar, qayerdan olishinglarni beradi hammasi va qayerdan olishinglarni. Kod emas u. Random kod emas. O'zi beradi. Garenaning shaxsiy ilovalaridan biri. Garenaning ilovasi bu ham almas beradi. Boshqa ilovalar qolmaylar. Biz kirasizlar. Hozir men o'zim akkauntimda emas, akkauntimda. Asli sanaqa berganman. party only rocks on my command.
Bu accountim emas. Ukamning accounti. Hamma regionlarga ishlaydi, hamma serverlarga ishlaydi. Hamma Libos va hozir Qozog'istonda bo'lganlar. Men sizlarga afsuski Gmail'imni ko'rsata olmayman. Gmail ko'rsatsam sizlar uxlatib ketasizlar akkauntimni. O'shaning uchun ko'rsatmayman. Oldingi safar qarashni qalamda akkauntim uxlatib ketgan, ko'ma obunachim bor edi, o'sha uxlatib ketgan. Buyurmasin akkauntim. Hozir xat borsa, xatga qilasan, o'sha bergan bo'ladi. Ilovani nomi turadi. Ani qanday xarf qilib qo'ysan, albatta. Başlar claim olarak ne olmalıdır? Miler sırası 2 olmalı. Ne praktinin tanısı? Praktiklerine sayarsan güçlü artıya İstanbul'da yaxşı. Zaten prime продолжать брать карка ve bu prime kuşu ko'tarish uchun artık 3000 dan boshqa ham shu tavsiyalar bo'ladi. Bemalol anotlar olib Ciao, abone olmaylar.